Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolitech YouTube'da pul ishlash darslarini davom ettiramiz. 2025-yilda YouTube'dan to'g'ri kanal ochish va daromad qilishi hamma sirlarini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Har doimgidek men kartalar ochiq o'ynayman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu men YouTube kanalim va men o'zim Amerika yo'nalishi bo'yicha 3 yillik mutaxassisman. Umuman YouTube bo'yicha 7 yillik tajribaga egaman. Bu meni YouTube kanalimda qancha pul yechyapman, nima kanallar ko'ryapman, hammasi to'g'risida ma'lumotlar berib borishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'yasizlar va mana shu videolarni siz uchun tayyorlashga harakat qilaman. Hozirgi video 2025-yilda to'g'ri YouTube kanal ochish bo'yicha bo'ladi. Ya'ni siz tezroq natijaga chiqish uchun to'g'ri kanal ochishingiz juda ham muhim. Hozir men hamma nastroykalarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qisqa qilib aytganda, Xolitech o'ziga YouTube kanalni qanday ochadi? Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa narsa sir saqlanmaydi. Xo'sh, boshladik. Birinchi men qiladigan narsam doim Gmail ochib olaman. Xo'sh, Gmail ochayotganda men bunaqa endi hozir men test uchun ochib qo'yganman. Bu joyda o'zingizlar nimadir deb ochib olasizlar. Gmail ochayotganda eng birinchi yuzaga keladigan muammo telefon raqam. Agar hozir kunda siz Gmailni telefon raqam orqali ochmoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston raqami bilan ochsangiz bemalol bo'ladi. Lekin bitta muammosi bor. 91lik Beeline raqamdan boshqa telefon raqamlarini qabul qilmaydi. Sababi bitta telefon raqamga bitta Gmail akkaunt ochish mumkin bo'lib qoldi. O'shaning uchun faqat Beeline telefon raqamdan ochishga harakat qilinglar. Ketdi. Gmail ochib bo'lganingizdan keyin men u joyni tushuntirib o'tirmadim, juda oddiy va уже kanal ochishdan boshlaymiz. Tvarskiy Studio для YouTube va men kanal ochishdan oldin sizlarda Amerika yo'nalishida kanal ochayotganda kelajakda monetizatsiyaga ulashda yoki kanal tarixi yonmay qolishi, qanaqadir kanal aktivi tushib ketishi, umuman olganda mana shunaqa muammolardan xalos bo'lish uchun men doim my account bo'limini sozlashni iltimos qilaman. Mana shu joyni hech kim sozlamaydi. Nimaga? Xo'sh, hozir men bu joyda nimalarni aniq o'zgartirish kerakligini tushuntirib o'taman. Personal infoga kiradigan bo'lsanglar, mana bu joyda mana birinchi kartinka. Bu joyga albatta rasm yuklab qo'yinglar. O'zingizlar rasmi mushuginglar, kuchuginglar farqi yo'q. Qanaqadir rasm bo'lsa ham bu yerga yuklab qo'yinglar. Mana bu o'zini kontaktidagi rasm emas, aynan kompyuteringizdan Chromedan upload qilib, mana bu joydan birorta rasm yuklab qo'yinglar. Mana shu narsa juda ham muhim. O'zi har bir bosqichni men ko'rsatib berishga harakat qilaman. Rasm yuklab bo'lasizlar. Yuklagandan keyin bo'ldi. Bu yerda ishimiz qolmadi. Rasm yuklandi. Keyin esa mana bu joyda name degan joyga ism familiyalarni yozib qo'yasizlar. Falonchi ism familiya. Misol uchun. Va сохранить. Keyin nickname degan joyni ham albatta to'ldiringlar. Nickname degan joyni ham to'ldirib bo'lgandan keyin bu yerda papachkani olmas ekan. Nickname'ni ham to'ldirib olasizlar va bu joydan chiqamiz. Xo'sh, tug'ilgan kuningizlarni yozasizlar. Mana bu yerda male erkak va mana bu yerda only you, ya'ni faqat sizga ko'rinadi. Mana bu joyda N1 ni qo'yib qo'yasiz. Hammaga ochiq tursin, sizlarni nimanglar, ma'lumotlaringlar. Tug'ilgan kunni ham xuddi shunaqa. Misol uchun men bu joyga to'g'ri kelganini yozganman, N1 ni bosib, mana bu galishga bosib save qilib qo'yinglar. Bu hali Google akkauntni nastroykasi. Va bu joyda Gmail, mana bu joyda telefon ulash joyi chiqadi. Eng asosiy joyi bu joyda adresinglarni ham to'ldirib chiqasizlar bitta-bitta. Men video cho'zilmasin deb tez-tez ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Keyin data private'da bu joyda hech narsa o'zgarmaydi. Eng asosiy security bo'limi bu joyda mana recovery phone, ya'ni sizni YouTube kanalingiz o'g'irlansa yo bir balo bo'lsa, uni qaytarib tiklash uchun telefon raqami bilan qo'shishingiz kerak. Va men bu joyda ikki bosqichli verifikatsion fonni bosib, mana shu joyga mana добавить telefon raqam deb O'zbekiston raqaminglarni 91lik Beeline'ni kiritasizlar va mana bu joyda голосовой вызов tanlab bossanglar, sizlarda SMS keladi. O'sha telefon ulash muammosidan qutulasizlar. Mana shuni o'z vaqtida ulab qo'ymasanglar, mana shu narsani ikki bosqichli telefonni mana shu kanalni ochgan paytda ulamasanglar, monetizatsiya yo'qotganda juda ham qiynalasizlar. Men bu narsadan juda ham qiynalganman. Boshqa insonlarning monetizatsiyasini yoqib berayotganda mana shu joy noto'g'ri bo'lgan hisobda juda ko'p vaqt oladi va sizni
minglab telefon raqamlaringizni qabul qilmasligi mumkin. O'shuning uchun eng muhim mana shu joy to'ldirasizlar va bu joydan chiqdinglar. Bu joyda ishimiz bitdi. Endi esa kanalni ochishni boshlaymiz. Ko'rib turganinglardek, birinchi men Gmail bo'limini, ya'ni Google account bo'limini o'zim sozlab chiqdim. Endi esa YouTube kanali ochishni boshlayman. E'tibor beringlar. Endi boshlayapman. Va men Tvarskiy studiyaga bosganimda уже mendan qanaqa kanal ochasan deb so'raydi. Уже bu yerda boyagi logotipni mana bu joyda настройка qilganimiz hisobiga personal infoda настройка qilgan hisobiga mana bu joyga уже chiqdi. Mana bu joyga mening ism familiyamni chiqarib beradi. Endi bu yerga men kanalning nomini yozaman. Misol uchun Tiles Hop. Mana bu joyga Tiles Hop 2025 bo'sh ekanmi? Yo'q, band ekan. Orqasiga bitta 0 qo'yib yuboraman. Mana bo'sh ekan. Demak ketdi. Kanal nomini oldindan qo'yib olasizlar, nickname'ini ham bir xil qilib qo'yib olasizlar. Sazat kanal. Endi bizda rasmiy tarzda YouTube kanal ochildi. Endi buni ichki настройкалаrini boshlaymiz. Bizlarni to'g'ridan-to'g'ri YouTube studiyaga o'zi avtomatik tarzda olib o'tadi va xush kelibsan Tvarskiy studiyanga. Rahmat, zakrit. Xo'sh, bu joyda bizlarni настройка qiladigan joylarimiz birinchi dizayn qismi. Ya'ni biza настройка kanal mana bu bo'limiga o'tib olamiz. Mana bu joyga banner yuklab olamiz. Menda oldindan tayyorlab qo'yilgan banner bor. Hozir men o'sha tayyor bannerni shunday yuklab olaman. Xo'sh, готов. Banner yuklandi. Mana bu joyda logotip bor va ism, familiya hammasi bor. Описаниеni yozishni ko'ramiz endi. Mana shu joyga описаниеni qanaqa yozamiz? Menga buning uchun ChatGPT yordami keladi va men ChatGPT dan so'rayman. Menga Tiles Hop nomli YouTube kanalimga описание yozib ber. Unda ishtirok etadigan so'zlar qidiruv sistemasi uchun trendda bo'lsin. Paketda ChatGPT описаниеda ссылкасini qoldirishim mumkin, o'tib ko'rasizlar. Demak, уже menga Tiles Hop sun'iy intellekt описание yozishni davom ettiryapti. Bo'ldi. Описание tayyor. Men buni nusxalayman va Google Translate ga kiramanda tashab ingliz tiliga tarjima qilib olaman prosta. Va oldim. Men YouTube ga qaytdim va описание joyiga shuni tashlayman. Bo'ldi. Bu joyda ishim bitdi va bu joylar to'ldirish shart emas. Главный вкладка. Mana bu joyda mana buni yoqib qo'yasizlar. Bo'ldi. Bu joyda boshqa hech narsani o'zgartirishni tavsiya qilmayman va opubulkat. Biz YouTube kanalimizni dizayn qismini yakunladik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkinchi qism yakunlanyapti. Birinchi qism Google account настройкасы, ikkinchi qism dizayn настройкасы va uchinchi qism bo'lsa asosiy настройка ketdi. Asosiy настройка. Xo'sh, общий bo'limida sizni ishlab topgan pulingiz qaysi valyutada ko'rinsin? Dollar, США, ya'ni AQSh dollarida bu turadi. Kanal narsa. Mana shu joyga diqqat bilan e'tibor bering. Ko'pchilikda monetizatsiya bo'limiga kirganda mana bunaqa narsa chiqadi. Monetizatsiya недоступна в вашей стране. Ya'ni sizni yurtingizda monetizatsiya qilish imkoniyati yo'q degan yozuv chiqadi. Mana O'zbekiston deb turibdi. Siz O'zbekistonda akkaunt ochdingiz, bu yerda monetizatsiya yo'q deyapti. Xo'sh, mana shunday xato chiqib turgan bo'lsa, sizda настройка noto'g'riligida. Настройка bo'limiga kirib, kanal bo'limiga kirib, mana shu vijvaniy stranadan, misol uchun bu yerda istalgan davlat qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Soединение shtatni tanlab, prosta hozir сохранить qilaman va mana bu joy mana to'g'rilandi, ko'rdinglarmi? Уже zo'r bo'ldi. Endi настройка bo'limida aynan mana shu joy sizni o'sha muammongizni hal qiladi. Ключевые слова, ya'ni sizni YouTube kanalingizni qidiruv sistemasi uchun boyitib beradigan ключевой словолari hozir sizlar bilan birgalikda katta olishib, men o'zimni sekretimni aytib ketaman. Men buni YouTube Extensive Search dasturidan olaman. Bu dastur Amerika YouTuberlar uchun maxsus ishlab chiqilgan qidiruv sistemasi dasturi. Analiz uchun juda ham muhim. Bu joyda instrument SEO bo'limi bor. Men shu SEO bo'limiga kiraman, подбор ключевых слов kelaman va men bu joyga Tiles Hop deb yozaman. Endi bu joyga siz kanalingiz yo'nalishini yozishingiz bilan sizga kerakli bo'lgan
eng aktual bo'layotgan, eng qidiruv sistemasida oxirgi oy, oxirgi hafta, oxirgi kunlarda hammani portlatayotgan kulchoviy kalish so'zlari mana chiqarib beradi. Nimalar olaman? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 menimcha bo'ladi. Va bu joydan kopirovat отметки hammasini nusxalab oldim va men YouTube kanalimga qaytdim. Kulchovoy slovo joyiga mana shuni tashlayman. Bo'ldi. Bu joy bitdi va kanal bo'limida ikkinchi bosqichga o'tdim. Bu joyda auditoriya sizni tayyorlayotgan videongiz yosh bolalar uchunmi yoki yo'qmi? Men tavsiya qilaman, netni tanlab qo'yinglar. Agar siz yosh bolalar uchun deydigan bo'lsangiz, reklamalar kam chiqadi, umuman chiqmasligi ham mumkin va sizni YouTube kanalingiz kamroq pul topadi. Deyarli juda ham kam. Va bu joyda subtitr, boshqa joylar bu joyga tegmaysizlar. Va dostupniy funksiya. Mana shu joyda eng asosiy joyi, siz agar mana shu расширение funksiyani mana shu joyga подтвердить telefon raqam qilib, siz telefon raqam kiritib qo'yadigan bo'lsangiz, bu telefon raqam sizga keyinchalik umuman kerak bo'lmaydi. Bu telefon raqam kiritib qo'ysangiz, mana bu joyda 3-bosqich avtomatik yonadi. Va bu mana buni yoqqandan keyin bu sraz yonmaydi. Vaqt o'tishi bilan kanal aktiv bo'lishi bilan yonadi. Agar mana shu joy yonmasa, siz 1000 obunachi 4000 soat yig'ib kanalni monetga tayyorlaganingiz bilan ham sizni kanalingiz monet yonishi orqaga suriladi. Iltimos qilaman, mana shu joyiga raqam ulab qo'yinglar. Oddiy bu joy. Bu joyda O'zbekiston bor. Mana O'zbekiston, o'zbek telefon raqam kiritasizlar va dalini bosasizlar, 6 xonali kod ketadi, keladi, tasdiqlaysizlar. Shu. Agar sizlarning raqaminglarni qabul qilmasa, boshqa raqam kiritasizlar. Bu joyda ham mana bunaqa ovozli xabar bilan yozib jo'natsanglar bo'ladi. Men maslahat beraman, ovozli xabar qilsanglar, o'sha telefon raqamga telefon boradi, rus tilida yoki ingliz tilida sizga kodingizni aytib yuboradi. O'sha joyga yozib tasdiqlab yuborasizlar xolos. Bu joyni tushuntirib berishga harakat qildim. Albatta eng muhim joylardan biri monetizatsiyangiz orqaga surilishi uchun. Va bo'ldi. Загрузка video. Bu joyda ham описание bor. Описаниеni xo'sh, boya yozgandik. Xuddi shu описаниеni nusxalayman va men YouTube kanaliga qaytib описаниеga tashab qo'ydim. Va men bu joyda открыть полный доступ teglar bo'limida ham bizda уже teglar bor. Yana nusxalab olaman va men o'sha joyga qaytaman. Разрешение bo'limida kategoriyani teleskop bo'lsa, igri bo'limida turadi, diqqat qilinglar. Boshqa joylari unaqa важный emas. Mana shu joyni albatta igrida qo'yib qo'yinglar. Разрешение bu joy, соответствие bo'limi mana shu joyda bu joylar umuman nima emas. E'tiborga nima emas. Va сохранить bo'ldi. Sizni YouTube kanalingiz video yuklash uchun tayyor. Endi bemalol har kuni aynan teleskop yo'nalishi bo'yicha 2 ta video, maslahatim agar eplolsangiz 3 ta qiling va soatlarni ham aytib ketaman. 15:00 startingiz bo'ladi. 4 soat qo'shib ketaverasizlar. Xo'sh, mana shunaqa qilib teleskop kanal ochib bemalol daromadga chiqsanglar bo'ladi. Bu bizda bunaqa kanal ochish uchun bizga yordam berdi ChatGPT. Bizga kerakli bo'lgan o'sha описаниеni yozib berdi va YouTube AdSense Search oxirgi kunlarda trendda bo'layotgan kalish so'zlari bizga taqdim etdi. Mana shunaqa dasturlar orqali men YouTube kanallar ochaman va juda ham tezlikda YouTube kanallar monetizatsiyaga ulashga muvaffaq bo'laman. Bizda YouTube kanal ochib berish xizmati, diqqat bilan qaranglar. Bu joyda nimalar bor? Amerikan YouTube kanali o'zimiz ochib beramiz. YouTube kanal dizaynini qilib beramiz. Ya'ni bitta kanalni dizayni, logotip va banner. Daromadi yuqori bo'lgan yo'nalish taklif qilamiz. Ya'ni biz Amerika yo'nalishida tezroq natijaga chiqadigan yo'nalishlar o'zimiz tanlab beramiz. Tanlangan yo'nalish bo'yicha sizga montaj qilish uchun telefonda yoki kompyuterda farqi yo'q. Sizga o'sha qo'llanma beriladi. Va sizdan faqat bitta narsa talab qilinadi. Har kun video tayyorlab YouTube kanaliga yuklab yurish. 1000 obunachi 4000 soat yig'ib qaytib kelganingizdan keyin, masalan 1 oy 2 oy ichida 1000 obunachi 4000 soat yig'ib qaytib kelganingizdan keyin monetizatsiyani o'zimiz yoqib beramiz. Soliq ma'lumotlarini biz to'ldiramiz. Bankdan pul yechish xizmatini ham biz o'zimiz to'ldirib beramiz. Ya'ni siz bitta to'lov bilan biz tarafdan sizga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha muammolarni biz hal qilib beramiz. Atigi 460 ming so'm $37 evaziga. Xo'sh, agar sizlarda bunaqa jarayonda qiziqtirayotgan bo'lsa, описаниеda va kommentariyada Holitech bot bor, yozib bemalol qo'shimcha savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Holitech.
Bu juda oson.